Hey sen, yaramas. Faqat yeb yashayapsan. Qachon pulni berasan? Shuncha vaqtdan beri uyimda yashayapsan. Senga pul kerakmi? Mana ola qol, bu yerga kel. Ma. Jenurson, nimani ovoz bo'ldi? Uyg'onib ketdim, qo'rqib ketibman. Ey xudoyim. Qayerdan? Nima? Zitel? Og'ir hozir bu yerda yo'q edi-ku. Hey, Zitel. Qichqiriqdan so'ng buning birdan paydo bo'lib qolgani meni biroz qo'rqityapti. Zitel. G'alati. La'nati jin ursin. Axir hozir shu yerda turgan edi-ku. Nima kimdir menga prank qilyaptimi? G'alati. Men qo'rqib ketyapman. Qilichimni olib olaman. Axir hozir shu yerda Zitel turgandi. Qanday qilib birdaniga yo'q bo'lib qolishi mumkin? Okey, yaxshisi Zitellardan ham so'rab ko'raman. Balki kimdir prank qilayotgandir. Salom Zitellar. Salom Hayter. Qanday, yaxshimisan? Ha, sizlar ham oq Zitelni ko'rdingizmi? Oho, ana uyimning oldida turgandi, birdan yo'q bo'lib qoldi. Qanaqasiga yo'q bo'lib qolishi mumkin? Ahmoqsan. Ana u ortingizda turibdi. Mana. Ko'rdingizmi? Ana u. Nima, sen aqldan ozdingmi? Bu yerda hech qanday Zitel yo'q-ku. Jin ursin, axir hozir shu yerda turgandi. Qanday qilib? Sen quyoshda ko'p yurma. Yaxshisi o'zingni o'qitib ol, Hayter. Nima ustimdan kulyapsizlarmi? Hey, yaramaslar. Axir hozir shu yerda ko'rdim men uni. Yaxshi ko'rgan bo'lsak, borib birga o'ynayver. Axir hozir o'sha yerda turgandi. Mayli, uyga kirib dam olsam balkim barchasi o'chib ketar. Juda ham charchadim. Nima? Kim hozir? Kim? Nima? Axir hozir eshik taqilladi-ku. Yo'q, men rostdan ham dam olmasam bo'lmaydi. Aks holda boshimdan ayrilib qolishim mumkin. Yo'q, men hoziroq yotaman. Yaramas. Yana kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lsa ham o'ldira. Nima? Politsiya. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Biz ana bu oq Zitel to'g'risida kelgandik. Qanaqa oq Zitel? Ana shu uyingning oldida bir Zitel yashardi. Oq kiyimli oq Zitel. U anchadan beri ko'rinmayapti. Aytgancha meni ko'zimga shunaqa oq Zitel ko'rinyapti. Nima, balkim uni o'ldirib ketishdi. Nima? Qanday qilib? Nega meni xabarim yo'q? Bu borada hech kimning xabari yo'q. Uni kimdir o'ldirib ketgan va biz shuni sendan so'rash uchun kelgandik. Sen u haqida ma'lumot bilasanmi? Yo'q, oq Zitel meni to'g'ri, meni qo'shnim, lekin men u haqida ma'lumot bilmayman. To'g'risini aytsam, o'zim ham bu qishloqda yangiman. Mayli. Biror narsa bo'lsa senga xabar qilamiz. Bemalol, mayli, men tayyorman. Bo'pti. Yaxshi, bo'pti. Xudoga shukr, nihoyat dam olish vaqti keldi. Nima, balkim uni o'ldirib ketishgan bo'lsa, menga uning ruhi ko'rinayotgandir. Balkim unga yordam kerakdir. Mayli, birinchi dam olishim kerak. Okey. Iltimos, menga yordam ber, Hayter. Iltimos, menga yordam ber. Meni qotilimni top. Men faqat va faqat senga ishonaman. Eng yaqin qo'shnim ham sensan. Nimalar deyapsan, Zitel? Qanaqa qotil? Yo'q, men qo'rqib ketyapman, senga yordam bera olmayman. Jin ursin. Nima? Bularning barchasi mening tushimidi? Yo'q. Juda ham qo'rqib ketdim, balkim rostdan ham Zitelga yordam kerakdir. Nima, uning uyiga kirib ko'raman, mayli, hech qisi yo'q. Kim bor? Yaxshi, uy albatta tinch. Zitel mana bu yerda.
U meni tushimga birinchi marta kirmayapti. Har doim mana shu yerda turibdi. Bu yerda bir gap bor. Men tezroq kirkamni olib kelishim kerak. Okey. Yaxshi, kirkamni olaman. Okey. Yaxshi, tezroq. Sitelni uyiga kirish kerak. Yo'q, juda ham qo'rqib ketyapman. Axir uning ruhi mening oldimda yuribdi. Nega? Lekin buning sababi nima? Yo'q, xudoyim, taxmin qilganimdek bu yerda odam skeleti. Yo'q, tezroq politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Tezroq qo'rqib ketyapman. Yo'q, telefonim ham yo'q-ku axir usti-ustak. Nima qilish kerak? Ha, bo'ldi. Merning uyida telefon bor edi. Mer ham boshqa qishloqqa tekshiruvga ketgan. Yaxshi. Uning telefonidan foydalanib turaman. Tezroq. Ishqilib telefon uyda bo'lsin. Xudoga shukr, bu yerda ekan. Okey. Alo, politsiya eshitadi. Men kechagi uyimga kelgan edingiz, esingizdami? Ha, esladim. Nima bo'ldi? Tezroq yana qaytib kelinglar, iltimos. Yaxshi, hozir yetib boramiz. Ha, shunday deng. Demak, biz buni tekshiruvga olib ketishimiz kerak. Ha, shunday qilinglar. Uni kim o'ldirganini topaylik. Aks holda uni ruhi meni tinch qo'ymayapti. Meni yaxshi tanigan uchun bilmayman, faqat menga ko'rinyaptimi? Yaxshi. Siz dam olishingiz mumkin. Biz buni olib ketamiz va tekshirib ko'ramiz. Lekin natija chiqishi qiyin. Chunki bu o'chirib ketgan. Mayli, omad, harakat qilinglar. Men dam olaman. Xudoyim, hozirgina men Jitel skeletini ko'rdim. Yo'q, men bu narsani anchagacha unuta olmayman. Yaxshi, uxlayman. Okey, juda ham charchadim, barchasini unutish kerak. Rahmat senga, menga katta yordam qilding. Nima? Qanday yordam? Menimcha tushunarli. Demak, Jitel tinchlangan. Yaxshi, endi uning ruhi xotirjam menimcha, meni bezovta qilmaydi boshqa. Xudoga shukr. Nihoyat birinchi yaxshi tushimni ko'rdim. Xudoga shukr, xursandman. Sizlar kimsizlar? Biz politsiyadanmiz. Sen oq Jitelni qotilisan. Seni olib ketamiz. Nima? Yo'q. Qamoqda chiriysan.